Yaxshimisiz? Men Ildana. Kanalıma hoş geldiniz. Bu qitimliq vlogimni men oddiy bir bolalar hikoyasi bilan boshlashni o'ylashdim. Bu hikoya men o'zim intayin yoqtirib o'qiydigan bir hikoya. Gerçi bolalar hikoyasi bo'lsa-mu, biz cho'nglarga-mu cho'nqur ma'nilik bir darsni his qildira oladi deb o'ylayman. Shunlashqa huzuringizga bu hikoyani sunug'im keldi. Unda başta hikayeni anlayalım. Hikayenin ismi Sen Bek Alayda. Autor bo'lsa Markus Lucado. Kitapninki mening yana bir eng yaxshi ko'rgan yerim mazmundan sirt. Yana bu kitapning ichidagi kartonlarninki layilanishi butunlay biz Uyg'urlarga xos holatda alayda laylangan rasmlar bor ichida. Shunlashqa bu kitobni har ochganimda shunday hayajonliman. Rasmiy haqiqatan bir Uyg'ur dadashning yozgan bir hikoyasida his qilman. Undan esa hikoya quloq solaylik. Birining birinsida Yaqub degan bir hunarvan o'tgan ekan. U nayt aqko'ngil, kuyimchan kishi ekan. Qapoqdan qo'nchoq yasab, ularni qahramon degan marka bilan ataydi ekan. Qapoq qo'nchoqlarning ba'zilarining burni yo'g'on bo'lsa, ba'zilarining ko'zlari yo'g'on ekan. Bo'y turqimi bir-biriga zodil o'xshamaydi ekan. Har bir qapoq qo'nchoqning o'z oldiga kichik qutilari bor bo'lib, qutilarda oltin rangli yulduz va kul rang chambaraklar bor ekan. Ular har kuni ko'chalarni aralab, uchirganlarga yulduz va chambarak choplaydi ekan. Siliq, sirining rangi o'ngib ketmagan chiroyli qo'nchoqlarga yulduz, qo'pol, siri tushib ketganlarga kul rang chambarak choplandi ekan. Yo'g'on yog'och kaltaklarni beshidan egiz ko'taralaydigan, egiz döylangan sanduqlarning ustidan atlab o'talaydigan, bilimlik, naqshi etalaydiganlarga yulduz choplandi ekan. Ba'zilarining badani yulduzlarga to'shib ketadi ekan. Ular har qaytim yulduzlarga erishganda xo'shallik ichiga sig'may qoldi ekan. Biror ish qilib, ko'proq yulduzga erishishni o'ylaydi ekan. Uning aksicha qo'pol, siri tushib ketgan, qo'lidan hech qanday ish kelmaydiganlarga kulrang chambarak choplandi ekan. Men rasmda shunday yaxshi ifodalabdi mana. Mayada satroq bir subayga buning ustiga kulranglarni choplab qo'yibdi. U adam bilimlik odam o'xshaydi, kitoblarni qo'lda bor ekan, yulduzlarni choplabdi degandek. Qapoq qo'nchoqlarning biri bo'lgan Shafqatning boshqalarga o'xshash egiz sakrigisi keldi ekan. Ammo doim yiqilib tushdi ekan. U yiqilib tushsa, boshqa qo'nchoqlar uni o'rib olib, uningga kulrang chambarak choplaydi ekan. Ba'zida u yiqilib ketib, yaralangan taqdirdami, yana boshqalar uningga chambarak choplab qo'ydi ekan. U o'zining yiqilib tushish sababini boshqalarga tushuntirmoqchi bo'lsa-mu, so'zlari hamisha qo'llashmay qoldi ekan. Natijada uningga texmi ko'p chambarak choplanib ketdi ekan. Mana rasm aniq ko'ra oldingizmi bilmadim. Qisqagina vaqt ichida uningga nihoyat ko'p chambarak choplanib ketdi ekan. Ketkashga uning sirtqi chiqqisi kelmabdi. U yana do'p kiyishni unutib qilish yoki suvga tushib ketishdek ahmoqona ish qilib qo'yishdan qo'rqadi ekan. Chunki bundaq bo'lganda boshqalar yana uningga chambarak choplab qo'ydi ekan. Amaliyotda ba'zilar uning badaniga nihoyat ko'p chambarak choplanganligini ko'ribla yugurib kelib sababsizda uningga chambarak choplab qo'ydi ekan. Ko'pchilik aslida uningga nihoyat nurg'un chambaraklar choplanishi kerak edi deyishdi ekan. Chunki u yaramsiz qo'nchoq ekan. Shafqat bundaq gaplarni anglab, o'zim o'ylanib qopdi-da, o'z-o'ziga. "Men haqiqatan bo'lumsiz", debdi.
Şunun bilan Şəfqət sirtqa nayt az chiqadigan bo'lib qapti. U har qaytim sirtqa chiqqanda nayt ko'p chambarak chaplanganlar bilan birga o'ynaydi ekan. Chunki u mushunda qilganda o'zini azodi his qildi ekan. U bir kuni boshqa qo'nchoqlarga qilcha o'xshamaydigan Maryam ismli bir qo'nchoqni uchirtib qapti. U qizning badanida yo yulduz, yo chambarak yo'q ekan. Aslida uningga qog'oz chaplashmaydi ekan. Ba'zilar Maryamga hech qanday chambarak chaplanmaganligidan xushal bo'lib, uningga yulduz chaplabdi. Ammo yulduzlar uningga chaplashmay tushib ketibdi. Ba'zilar uning yulduzsiz ekanligini ko'rib, mansitmay, uningga chambarak chaplabmi turg'izolmabdi. Maryam kana u gilam do'ppi kiyib olgan. Şəfqət ko'nglida "Menmi Maryamga o'xshash bo'lsam bo'lmamdi? Menga hech qanday belgining keragi yo'q edi" deb o'ylab Maryamdan qanday qilganda o'ziga o'xshash bo'lganligini so'rabdi. "Bu nayt o'ng'ay. Men har kuni Yoqub ustamni izlab borman" deb javob berdi Maryam. "Yoqub ustamni?" tushunmagandek so'rabdi Şəfqət. "Uning bilan ko'rishsangli bilib qolsan, u tog'da" debla Maryam tez mengib ketibdi. "Lekin u men bilan ko'rishamu" deb to'labdi Şəfqət. Ammo Maryam uning ovozini anglamabdi. Shuning bilan Şəfqət uyga qaytib, deriz tuvida o'ltirib, sirtdagi qo'nchoqlarning o'zaro qo'g'lashib, bas-basda boshqalarga qog'oz chaplab o'tayotganligini, o'ynayotganligini ko'rib, o'z-o'ziga "Ular bunda qiz bo'lmaydi" debdi-da Yoqub ustam bilan ko'rishni niyati ketdi. Yana o'zbek chiroyli sizlarga rasm. Şəfqət tog' cho'qqisidagi chig'ir yo'ldan o'tib, Yoqub ustamning ishxonasiga kirib ketdi. Bu yerdagi narsalar nihoyat cho'ng bo'lib, uning ko'zlarini olchakman qilib yetibdi. Hatto o'rindiqning egizligimi uning bo'yichilik keladi ekan. U ustalning ustini ko'rish uchunmi putining uchida dastlab bo'ynini so'zishga to'g'ri kelibdi. Şəfqət bulardan tang qapdi. U "Bu yerda turmay" deb burilib menishig'ila biri uni "Şəfqət" deb urg'uluq ohangda chaqiribdi. Şəfqət joyida to'xtabdi. "Şəfqət, sen bilan ko'rishganimdan intayin xushalman. Bu yoqqa kel. Men seni bir ko'rib boqay." Şəfqət orqasiga asta burilib, qaddi qomatlik, bomba soqol yog'ochchiga qarab, uningdan "Siz mening itimni bilamsiz?" deb so'rabdi. "Albatta, seni men yasagan." Yoqub ustam uni ko'tirib opirib ustal ustiga o'ltirg'izibdi. U Şəfqətning ustivishidagi kulrang chambaraklarni ko'rib, o'ylangan holda "Boshqalar sana nachar belgi chaplab qo'yibdi-ku" debdi. "Men qasddan qilmadim. Men ko'p tirishdim" debdi Şəfqət. "Bo'ldi, bolam, o'zingni aqlama. Boshqa qo'nchoqlarning qandoq o'ylishi bilan mening korim yo'q." "Rasmu?" "Ras. Seningmi koring bo'lmasin? Sana yulduz va chambarak chaplaganlar kimlar? Ular sen bilan o'xshash hammanglar qo'nchoq. Ularning qandoq o'ylishi muhim emas. Muhimi mening qandoq o'ylishim. Meningcha sen bek alayda." Yoqub ustam kana. "Men bek alayda? Nimishqa bundaq deysiz? Men yo yugurolmayman, yo egiz sakrayolmayman. Sirlarimmi tushib ketyotidi. Siz nimishqa menga bundaq ko'ngil bo'lsiz?" debdi Şəfqət kulimsirab. Yoqub ustam Şəfqətga tikilib, qo'lini kichikkina yog'och mo'risiga qo'yib, aldirmasdan: "Chunki sen mening ijodiyatim. Shunga sanga ko'ngil bo'laman" deb javob beribdi.
Şəfqətə əzəldən hech kim, bulubmu ijodchisi bundaq tikilib qarab baxmagan ekan. U nima deyishni bilolmay qapti. "Men sening har kuni kelishingni kutdim", debdi Yaqub ustam. "Men ishtim chaplanmagan iliqi qizchaqni uchirtib qolmagan bo'lsam, bu yerga kelmagan bo'latdim. Bilaman, u seni tilga olgan. Bilaman, u seni tilga olgan. Nimishqa uningga yepishqa qog'ozlar chaplashmaydi?" Yaqub ustam muloyimlik bilan debdi. "Chunki Maryam mening ko'z qarashimni boshqalarninkidan muhim deb qaraydi. Agar sen yaxshi va yomonni farqlantiradigan yulduz va chambaraklarni muhim deb qaramasang, ular sana chaplashmaydi. Sen mening mehr-muhabbatimga qancha ishansang, yulduz va chambaraklarga shuncha parvo qilmaydigan bo'lsan. Nima deyotganligingizni tushunmayapman. Sen hamon bir kuni tushunib qolsan. Sana biroz vaqt kerak. Chunki sana nurg'un chambaraklar chaplangan. Hozirdan boshlab har kuni yenimga kelgin. Men seni qanchalik yaxshi ko'rdiganligimni samingga selib qo'yay", debdi Yaqub ustam tabassum bilan. Mana Yaqub ustam Şəfqət bilan paranglashayotgan rasm ekan. Yaqub ustam Şəfqətni o'rindiqdan yerga tushirib qo'yibdi. Şəfqət sirtqa qarab mengishiga Yaqub ustam: "Esingda bo'lsin, sen bek alayda. Chunki seni men ijod qilgan. Men azaldan xatolashib baxmagan", debdi. Şəfqət to'xtamasdan yo'lni davom qilibdi. Ammo ko'nglida u bu so'zni chin ko'nglidan aytdi deb o'ylabdi. U shundoq o'ylag'achqa ustivishidagi chambaraklarning biri tushib ketibdi. Bilmadim bu kitob sizga qanchalik ta'sir qildi. Men har qayta o'qigan vaqtimda o'zimga o'zim mening ustimdagi yulduzlar, chambaraklar qanchalik muhim degan bir savolni askartimanda. Menimcha biz bir ijtimoiy jamiyatning ichida yulduz va chambaraksiz yashaymiz demaymiz. Chunki atrofimizdagi odamlar bizningki qilgan ishlarimizga qarata bizni baholaydi. Biroq biz har vaqt ularning kutgandek ishlarni qilib bo'lmay qolamiz ba'zida. Hatto ota-onamizning kutgan yerdan chiqolmay qolamiz. Halbuki atrofimizdagi odamlarningki o'ylaganlarini amalga oshirish yoki bo'lmasa shularningki bizga bo'lgan ko'z qarashini o'zgartirish bizning qo'limizdan ba'zi kelmay qoldi. Biroq bu kitobni o'qigan vaqtimda mening xotirlaydiganim, mening esimga keldigani bizning ijodkorimiz Parvardigor Xudo. Mayli biz qandaqli bo'laylik, ustimizda nurg'unlagan kulrang maynat, qarranglik shu yumloq chambaraklar chopinib ketgan taqdirdami, agar biz Parvardigorning oldiga samimiylik bilan borgan vaqtimizda, Xudoyim shu vaqt kelgan chaqda yanalam bizga hargiz sen maynat bo'lib ketibsan, sening ustingda mundaq labellar bor ekan demaydi. Chunki u bizni yaratdi, u biladi. U bizni yaxshi qilib yaratganlik uchun bizning qanchalik darajada alayishganligimizni Xudoyim o'zi bildi. Parvardigorimiz haqiqatan bizni yaratgan vaqtda bizga alayda sovg'alar bilan bizning qobiliyatimizningki texmo yaxshi namoyon bo'la oladigan shunday bir talantlar bilan yaratdi ekanda bizni. Ishonamanki, hammanglar uyinglardagi, hammamiz ailemizga bir nazar solganimizda, garchi bir qo'saqdan tug'ilgan ikki bolaning o'xshamaydigan, butunlay o'xshamaydigan ikki xarakteri, ikki qiziqishi o'xshamaydigan kelajagi bo'ldi-da. Besh qarindosh bo'lsa, besh qarindoshning mijoz xarakteri, anandan keyin tanlashi degandek narsalar o'xshamaydi. Xudoyim shu bizningki shu qobiliyatimiz qarta
bizni shunchalik alayda qilib yaratgan va biz har vaqt Xudoyimiz uchun bak alayda. Mayli biz qanchalik darajada normal bir hayot yashayotgan bo'laylik, yoki bo'lmasa hayotimizda qanchalik ostin ustunliklar bo'layotgan bo'lsin, ammo Xudoyim yaratquchi Parvardigor uchun unutib qolmaylik, biz har vaqt shunchalik alayda. Shunglashqa bu kitobni menga bek o'qibagim keldi. Anglag'aninglar uchun rahmat. Agar sizningmi bu to'g'riliq o'ylaganlaringiz bo'lsa, YouTube'ninki baho qismiga yozib qo'ysangiz, intayin xush bo'lman. Agar bu kitob qiziqsangiz, men bilan aloqalashsangiz bo'ldi. Agar bu kitobdan yana balangizga muhabbatingiz bo'lsa, men bilan aloqalashsangiz, amalning bircha men bu kitobni skan qilib PDF'sini avatib bersam bo'ldi. Hozir meningcha ko'p sondagilar asosan uyda, telefonda yoki iPadda o'qib berdi deb o'ylayman. Agar men bu kitobning fizikalik nusxasini topa olsam, sizga avatib berishga tirishaman. Undaq bo'lsa rahmat. Endi vlogimning davomida yana boshqa mazmunlarmi bor. Ko'ngil qo'yib ko'rgaysiz. Rahmat. Biz jimjitlikdan bek o'ziralmiz. Sizmi shundaqmi? Qushlarning mo'ngluq sadosini anglag'ach, ularga tankash qilish bizga boshqacha xushallik berdi. Şahi perverdigar gözüne diye uluglayman Xuda gözlerim sende Rabbim eysanam bana diye uluglayman Xuda uluglayman Ata gözlerim sende Sanam bana diye uluglayman Xuda Rabbim sanam bana diye uluglayman Xuda Kütürümü Medineşke biz kuşlar seni Nicatlı
yaxshi anglab o'tiribdi. O'tiribdi. Ey Xudo, sen degan yaxshi. Ey Xudo, sen mehribon. Ey Xudo, tashla huzurimga. Ey Xudo, sen degan yaxshi. Ey Xudo, sen mehribon. Ey Xudo, tashla iltijo qildim sana. Yaqinlashding sen bana. Tushkun ro'yimni sen iltijo qildim sana. Yaqinlashding sen bana. Tushkun ro'yimni sen Buğdayımız köyüncen adımız Azir bizni aramızda Onu muqaddas ruhi arqali Qirildishim deyman sizni Tayyor bo'lgan to'xta Siz Xudoning bergan so'g'isi Rabbim sizni barkatli so'ng Siz orqali qo'yg'urlar qo'rqo'zolsin Rabbim ulug'lansin Rabbimiz ulug'lansin Tezroq bo'la Qo'yja, qo'y. O'zi qizil qushqashga. Aptab chiqqan havo payzi kunlarni ching tutib, talada chiqroq faoliyat qilib Norvegiyaning yezi bakli qisqa. Shunga illiq havoni his qilish uchun o'rmon saylis qilg'ash daryo bo'yida kebab pishirib yedik. O'rmonning sap ovozidan nafas olg'ash, ko'mirda qaynatgan sinchayni qiyniq damlab ichish, yaylaq madaniyatimizdan kelgan dalog'i dasturxon ichishdek o'z kimligimizning umoq taraflarini Norvegiyada his qilish dilimizni xush qildi. Men o'ylayman, o'tmishdagi biz mayli qaysi makondan kelgan bo'layli, qaysi kulturni davom qilayli yoki qaysi sharoit yashayotgan bo'layli, biz Xudo oldida o'xshashli suyumlik. Bizning kimligimizni Xudo o'zi qadrli qilib yaratdi. Shunga hamon bir kuni o'zimizning bu alohida kimligimizni cho'lpon yulduzdek chaqnatadigan kun cho'qim keladi. Eng oxirida hammamizga Xudodan kelgan alohida tinchlik va xushallik tilayman. Kelganingizga rahmat. Kelar qitimliq sonda ko'rishaylik. Aman bo'ling.